balam, nege vardın adamını ensirtti? Dijörünü kıgandım ama. Oy, dijörünü kıgan bolsan dep koysan mantı. Dadan senden ensirep bir geç kırpık kalkmay oturup çıktı. O sana telefon kılmadı mı? Ha, telefonumun toku kalmaptı ken toq, tek boyatılı bilgendim. Ama ben kimimle anlaştırıp çıkaya, işi keçik kalmaya ben aldım. Ha, yaxşımsız direktör. Ben keçiriyorum, yarım saat keçik kaldım. Ben hazırlaşık barma. Buldu. Siz mi ruhsat soraykensiz ha? Ben sizni bu ömrünüzde ruhsat sormasın ki ne yapıp dikerim. Buldu. Çarpıp kalgan bolsanız, aram yılan kısletme der. İşte olsun, telefon koymayın sizge. Makul. Hey, kızım kene. Kızım kene deyim ha. Dada? Öydudu. Xupsallık qilmang. Tünügün öyge qaytmadi. Ne yushirib qo'ydingiz? Ben bilmeykenme. Sizga uni uchirishdan to'sqiningiz oz kelib, hozir uydan chiqib ketishga majburlab etibsiz-da. Oğlumka, uçurishdan to'sqinim ras. Lekin uning nədligini men rastlı bilmeykenme. Hey, u bir qiz bola tursa, uyga qaytmadi degan qanday gap deyman? Dana ne gapadingiz? Bilmadim. Direktor qanday qilmas? Bo'ldi. Oğlumka, menda odam bize ko'p ish qildi deyishadi. Odamlarni ko'rib qilishdan qo'rqqan odam nima shunday qilsiz? Hocam, hey. Oy balam, naşık verip mi? Bunda kaldıraysa? Aldırayım. Dadam şirketke verip, çıkırıptı ama. Yeme? Oy, dadam ne? neymiş çıktı? Oy, kim tavattı da bu? Tağam işleyipti. Bu tağamның xarakterga mos kelmagan ish bo'lib turgan. Dadam neymiş bu yere verip iş kurdu? Oy, ta. Kimdeydi ma balam de? Men zaten neymiş qildim? Endi uvol qilaversiz ma. Nima ish qildim? Tuniga siz mening dukunimga bordingiz. Oyog'idan mening qizim yo'qolib ketdi. Aniq tumamdi. Şirketliklar pek köp alınca. Nima gap bo'lsa chiqqan kirib deyishlar. Chiring. Qanday qilmas? Mana bu faqayli. Siz chiqavering. Sizlar tushib ishinglarni qilavering. Bunda deyildiram. Dana zodi nima qilmoqchisiz? Ben xislatni kuzatib uyga bag'nim ras. Ochiqimda sizning do'koningizga bag'nim ras. Qaytib kelib şirketga qarsam, xislat yo'q. Telefonni ursam, telefonni taqoq. Men taq uyga ketgan o'xshaydi debdim. Bayam o'z telefon qilibdi. Ben charchab qoldim, dam olsam degan deb ma'qul deb turishim bo'lsa, siz kelib qoldingiz. Xislat tunigan uy qaytmadimi? Shu siz do'kondan chiqib ketdingiz, bu bolami tangli yo'qolib ketdi. U hech qachon mening gapimni jirpaqdigan bola emasdi. Qachon siz paydo bo'ldingiz, bu bola mana shunday bo'lib qoldi. Mana bunda uvol qilavermang olimka. U ya kichik bola bo'lmasa, men tur desam turdigan, mangsa mangdigan. Biroq do'stim uyga qaytqandi. Qayoqqa qaytadi, qayoqqa? Yolg'on gap qilmang, direktor. Sizmi-chi olimka? Onu tul, onun bilan ko'rish, bunun bilan ko'rishda bir kun kechikimda qistabamang. Demak, buning hammasi mening xatoligim ekan-da. Shunday demoqchimi? Unday demoqchi emas. Xislat bu ish biray berib qoldi. Siz uni rasmiylan hozir jazolayapsiz. U ya bir 18 yoshli bola bo'lmasa, ay yeshim 30 ga berib qoldi. 30 ga berib qolsa nima bo'pti? U 18 yoshli bola bo'lgan bo'lsa, men muncholam qilib ketmaydim. Ha?
30 yoshga kirib qolgan bir odam o'zi xohlamagan bir odam bilan tuyuqsiz yo'qolib ketsa, men ansirmay o'tira olamdim. Buni men bilmadim. Nima bilan bo'lsin, siz abayqidek shirkatga kelib jidal qilaversangiz, faqat qamlashmagan ish bo'ldi, alka. Xapamma, sizning inovatingizga daxl yetkazib qo'ydim, shundaqmi? Mening inovatim hech gap emas. Bunday demoqchi emas. Bu yerda mening inovatimning ishi yo'q. Sizlarning inovatiga ta'sir qildi deyman. Sizmi bilsiz, alka. 18 yildan yoqqa xislat kechini kunduz bo'lib jafo tortdi. Qanchalik tasdiqda mushkunga kelganini siz mendan undan bilsiz. Bayam tas qoldingiz xislatning qilgan emgaklarini bir tiyinga arzirsiz qilayotgan. Ha, o'zi tutshi. Ha, yo'q bo'ldi. Ha, kirib ketaver. Nima ish qildim men? Uyga qaytmadingiz. Sizdan ansirab bugun shirkatga kelsam, direktorlar uchrab qoldi shu. Voy, dada. Nega vodingiz? Unda o'g'andan keyin telefonni bosib qo'ysiz emasmi, ansiraytmay. Jan, dada telefonini tuqqamabdi, shu men bayatini uqdim dexe. Qancha shunday bo'lgan taqdirdim bu degan shirkat tursa, dada, bunda viralchilik qilsa qanday bo'ldi? Men istiqbolasini tamsaya. Bo'ldi. Hech qas bilmaydi sizning dadangiz ekanligimni. Hech qilib karim yo'q. Yuzimni tugmatdim. Men bu shirkat qanday yuzimni ko'tarib yurayman, endi direktor qanday qarayman, dada, chapga. Unda bo'lgandan keyin uyga qaytmaydigan ishni qilmaysiz emasmi? Kechirgin dada. Bo'ldi. Kechdi uyda ko'rishaylik. Dada shu ekan-a? Shu to'ldirdik. Men dedim sizlarga dada shumishniki boya hislatimda degandichu. Anlaganman. Shu ekan. Direktor, kechiring. Azroq ishim chiqib qolib kechikib qoldim. Akşam neye bağladınız? Ha? Tünge ben sizden keşirek işlerini desem ya şirkette yok ya öyde yok. Neye bağladınız? Dostumni uyga borgan. Bo'pti. Chiqishingizni qilavering. Nima bo'ldi? Bir gap bormi? Yo'q. Lekin boya dadam O ishlarni bir taraf qilib bo'ldim. Siz aralashmasiz hozim bo'ldi. Kechiring direktor. Sizni malol qilib qo'ydim. Asli dadam undoq odam emasdi. Shu tuyuqsiz. Sizlat. Bu siz kechirim so'rag'ida kishi emas. Erlar o'tirsidagi ish. Bir ayolni ishkar yaxshi ko'rsa, buncha ixtiloflar degan bo'lib turdi. Ha? Nima? Siz chiqishingizni qilavering. Nima? Ha, o ayol dadamning mo'rsini quchoqlabdi. Men ko'rib bekli o'ng'aysinib ketdim acha. Ular do'konda shunday qilishib ketibdi-ba?
Pula pek edilmiş gitti o. Hammamcı, hammam bildi mi? Hamam uyu kirib ketdi. Bildim. Undaqda keç saqlab turinglar. İşte o ayolning adını rasa berib qo'yaylik. Ha, ma'qul. Nimanda quldi deyman ajab o ya. Quldi. Ma'qul xo'sh. Qiliqlar undan ortiq degan mo'shida. Qandosh Adash, yaş vaqtlarda pul topaman deb, har joylarda yurib, bilib bilmay salomatlikni yo'qotib qo'yibdi. Amaliyotda hammadan muhimi salomatlik. To'g'ri deysan, do'stim. Pul bilan dorini setib olg'ini bo'lgan bilan, lekin salomatlikni setib olg'ini bo'lmaydi ekan. Nihoyat to'g'ri gap qilding. Yaş vaqtingda o'z oldingga doktorxona qurib, nihoyat to'g'ri qilib ekansan. Men savdo qilaman deb, gaydi och, gaydi to'q. Jinimni paq qiynabdi ekanman. Do'stim, doktorxonaning jafosi ko'p bo'ladi ekan. Lekin hozir hukumat bizda xususiy doktorxonalarmi har tarafdan yordamlarni qilib, hali kunimiz hali yaxshi bo'lib qoldi degina. Kiram. Men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu Jasur doktor. Yaxshimi, tinchlikmi? Jasur doktor bundan keyin sening davolash ishlaringga mas'ul. Adash, mening jinim bilan o'ynashayotmaydigansan? Dostum, Jasur doktor doktorxonamizning hali qobiliyatli doktori. Undan boshqa bu mening kuyovlim bo'ldi degina. Men yana maxsus davolash guruhini o'rinlashtirib qo'ydim. Sen xotirjam bo'lg'ina. Bo'ptamsa. Sinov deganidek bo'lsin, Adash. Ben geldim. Ben Nacu. Geldin mi bala? Hayır oldunuz mu? Mamdo. Sizcu, siz baramsınız? Ha, ma'qul. Bular. Ne yapsınlar? Hadi sırt çıkıp ayrılıp girelim ama. Hava yep girimiz. Ma'qul berib kelinglar. Bulunatız. Xo'sh ama. Hoş. Gel. Macilni ne bordikini? Acha, Aqcham bizni saqitib qo'yib, o'z ideyajatini tayyorlab qilib chiqmoqchi. Menchu katiplik xizmatida qilayotgan 9 yil bo'ldi. Katip deganim degan sabr qila oladigan, saqlay oladigan degan gap. Bu yer nima bo'ldi biz nimani saqladimiz? İkisi yeni bilma. Shundoq. Ikkisi birga choy ichib o'tirdi. Keşke çıkıp aldıkken o bu kadar. Hey, çıkıpçu, yakından bu yan tağanın açılsa, kumallık. Xudu ballardan münasiyetin üzüytüdüğün dekler. Bir xil gayri. Siz onçucu. Yo'q, men hech qanday qayerlik hech qilmadim ku. O şunda ku. Yo'q. Ko'pchilik o'zinglarning fikrini qo'yib turinglar. Jasur. Bu operatsiyani qilsak bo'ladi. Lekin yallig'inish ahvoli bak ig'ir.
Ашқазандан башлаған рак hüceyrisi qizilöngəşə berib qalmay bəlkə ciger həm talğıç kengaygan. Bundaq ahvalda bu operatsiyani qilishimiz bir qadar murakkab. Onun küçük kızı kelar yili kuzda to'y qilmoqchi. Ой, Barna? Anarak balam. Yaxshi, nima ish qilyapsiz? Uyimiz oldida. Nima? Bizning uyning oldidami? Yo'q, Jasurning uyning oldida. Mushkullarda qizim mendan bag'onsiz jiroqlab ketyotdi. Asta-asta haqning kelini bo'lib ketdi. Shuning uchun ko'nglim bak yerim. Menden zerikdingizmi? Acaba telefonu qo'shib qoldiraysiz-ku. Barna. Mushundaq qo'yibdan telefonni. Cho'nglarning qiz bola boqqanning foydasi yo'q degan gap. Bekor gap emas ekanda. To'g'ri. Berib ko'rib kelaychi o'chimni. Bo'lmasa, men faqat unutib ketmisin. Pek hoş tutacağım abla. Bugün bəhcə xırası etibsən. Ay balam. Acaba putak tapı dikense. Kuvvet oldu, cıkrak yigine. Kızım da ama... Oy. Hadi teşkima. Teşkima ondan turamsiz. Bir işlen kelmediniz? Barnar azraq yeydigan narsa ag'ash kelgandim. Uy kirdi uyga. Yo'q, o qiz telefon olmayotdi. Men narsani berib qo'yib turmoqchi edim. Naqdim uy kirmisiz? Qanday qildi? Uy kirdi. Bo'ldi, rahmat. Akam mayli. Ay, bo'ldi, izam olay. Hadi uy kirdi. Yura. Tinimsiz hayotda